Sotuvda foyda beradigan 3 ta fishkani hozir men sizga sanab o'taman. Birinchisi, qancha ko'p ma'lumot bilgan sotuvchi, sotish ehtimoli shuncha oshadi. Tasavvur qiling, ma'lumot bu kamon o'qi. Ikkita odam duelga chiqdi. Bittasida 2 ta o'q, bittasida 5 ta o'q. To'g'ri, to'chni otadigan odamga farqi yo'q. Bitta o'q bilan ham, 5 ta o'q bilan ham raqibini yengishi mumkin. Lekin sizda qancha ko'p ma'lumot bo'lsa, ya'ni qancha ko'p kamon o'qis bo'lsa, raqibingizni yengish ehtimoli oshadi. Tasavvur qiling, men premium kiyim-kechak magazinida ishlayman, lekin o'zim arzon kiyimlar kiyaman yoki bo'lmasam aksiyada sotiladigan magazinda kiyinaman. Endi meni mijozim kirib keldi, u premium klass, yaxshi joyda ishlaydi, topish tutish yaxshi, o'ziga yaxshi narsalarni bajarat qiladi. Lekin men uni darajasida emasman. Undan ko'ra kamroq ma'lumot bilaman, u kiygan kiyimlarni men kiymaganman yoki ma'lumotim yaxshi emas. Savdo jarayonida, suhbat jarayonida, sotish jarayonida menda u mijoz bilan ancha qiyinchilik bo'ladi. Ko'p biznes egalari yoki bo'lmasam savdogarlar yoki sotuvchilar shu jihatiga e'tibor bermaydi. Haligi sotayotgan mahsulotini sotuvchi his qilib ko'rish kerak. U haqida ko'proq ma'lumot berish kerak. Ma'lumotni ham faqat yodlab olish kerak emas uni. Yodlab olish emas, uni his qilish kerak. U kiyimda klientga qanaqa foydalari bor. Agar sotuvda mijozingiz sizdan ko'ra ko'proq ma'lumot bilsa, sotish ehtimolingiz avtomatik pasayib ketadi. Shuning uchun birinchi asosiy qoida ma'lumotni yaxshi bilish kerak va sotayotgan mahsulotini his qilish kerak. Shunda raqibini yengish, ya'ni sotish ehtimoli oshadi. Ikkinchi fishka bu juda ko'pchilik biladigan elevator pitch. Ya'ni 30 sekundda mijozni siz qiziqtirishingiz kerak. Faqat mijozni emas, bu shaxsiy hayotda ham ishlaydi. Dunyo odamiga nimanidir aytmoqchi bo'lsangiz, uni e'tiborini jalb qilmoqchi bo'lsangiz, agar sizda 30 soniya ichida tushuntirib berish imkoniyati bo'lmasa yoki bo'lmasam siz fikringizni tushuntirib bera olmasangiz, katta ehtimol bilan uni rozi qilishingiz pasayib ketadi. Tabiiyki, bu savdoyingizga ham ta'sir qiladi. Misol, mijoz magazinga yoki bo'lmasam qanaqadir servisiga qiziqib keldi. Boshlanishidagi o'tkazadigan 30 sekundingiz juda ko'p narsani hal qiladi. Kiyim-kechak magazinida juda ko'p kuzatilgan, kirasiz, sotuvchi telefon o'ynab o'tirgan bo'ladi. Boshlanish 30 sekund nito ketdi. U joyda zo'r assortiment yoki yaxshi servis bo'lgani bilan tabiiyki xarid qilish ehtimoli pasayadi. Sabab boshlang'ich 30 sekund noto'g'ri ketyapti. Shuning uchun eng e'tiborli narsa savdoda boshlang'ich 30 sekundga yaxshi qarash kerak. Ya'ni elevator pitch cho'tki chiqish kerak. Uchinchi fishka bu klientlarning darajasini aniqlamasdan savdoni boshlash. Klientlaringiz o'zi 4-5 ga bo'linadi. Sizdan oldin xarid qilgan, xarid qilmagan umuman, siz haqingizda biladi yoki umuman bilmaydi. Sizdan xarid qilib, umuman olmaslikka qaror qilgan noto'g'ri fikrda qolgan mijozlaringiz bo'ladi. Bizda sotuvchilar ko'p yo'l qo'yadigan xato, hamma mijoz bilan bir xil skript asosida bir xil muomala qilishadi. Bu narsa sotuvga juda katta ziyon keltiradi. Shu uchinchi fishka eng asosiylardan hisoblanadi. Misol uchun, mijozingiz birinchi marta siz magaziningizga keldi. Uning bilan umuman boshqacha suhbat qurish kerak. Yuqorida aytib o'tganimdek, elevator pitch dastlabki 30 soniya boshqacha bo'lishi kerak, unga hurmatingiz boshqacha bo'lishi kerak. Unga uni birinchi marta xarid qilishiga qiziqtirish uchun umuman boshqacha podxod qilib, gaplashib, magazindan chiroyli qilib chiqarib yuborish kerak. Endi doimiy xarid qiladigan mijozlaringiz o'sha hurmat bor. Kim bilandir o'rtog'i bilan kim bilandir keldi yoki mashinasini ustaxonangizga olib keldi. Unga siz boshqacha muomala qilish kerak, shu yonidagi o'rtog'ini oldida uni hurmati oshish kerak. Doim telefon xarid qiladigan magazinim deydi, siz uni oldida doimiy mijozingizga yaxshi muomala qilib yoki shaxsiy hayotidan bitta savollar berib, o'tgan safar bergan telefonim yaxshi ekanmi, parod qilmadimi, yaxshi ishlatyapsizmi, qanaqadir chexol qo'shib beraymi, sizga zo'r narsa olib qo'ydim, nima deysiz shunga desangiz, doimiy mijozingizga boshqacha podxod qilgan bo'lasiz. Sizni oldingizga olib kelgan odamning oldida ham hurmati oshadi. Umuman sizdan xarid qilmay qo'ygan mijozni ko'rdingiz yoki bo'lmasa magaziningizga kirdi. U bilan suhbatlashib, sababini bilish kerak. Nima sabab sizdan qaytib xarid qilmayapti? O'sha oxirgi chiqib ketgan vaqtida unga nima yoqmagan. Shu suhbat orqali uni muammosini aniqlab, yana qayta savdoga olib kelsangiz bo'ladi. Yuqorida aytilgan 3 ta fishkadan to'g'ri foydalansalaring, savdolaring oshishi ehtimoli ortadi.